Bu bug'ni bilmaganlar endi sizlarni chittir deb o'ylaydi, nutbo'y odam. Bu ruslarning bitta gapi bor. Suv kabi bor. Suvda piyolaga qiysa piyola bo'lib qol. Chaynakka qiysang chaynak bo'lib qol. Suv oqadi, tinadi, suv vayron ham qila oladi. Bu ruslarning o'sha gapidan keyin men hayotimda katta narsa o'zgarish bo'lgan. O'shaning uchun suv kabi bo'l, do'stim. Tushundingmi? Suv kabi bo'l. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Policy Bagmi. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursand. Bugungi videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Videomizni oxirigacha ko'rsangiz, bugungi videomizda ancha-muncha narsani o'rganib olasiz. Bugungi videomizda TikTok va Instagramdagi trendda yurgan lifehack va bug videolarini sinab ko'ramiz. Ko'ramiz qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri foydali, qaysi biri foydali emas. Hammasini bugungi videomizdan bilib olamiz. Biz videomizni shunchaki ko'rib, qanaqa qilib 100 yutib olishni bilmayotgan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, tushuntirib o'taman. Aytgancha bolalar, biz 9000 ta bo'lishimizga juda ham oz qolgan. Sizlar bir dona like bosib, obuna bossanglar, bizning kontentlarimiz va kanalimiz rivoji uchun o'z hissalarini qo'shgan bo'lasiz. Bizning videolarimiz xudo xolasa sizga 1000% foydali va qiziqarli bo'ladi. Yaxshiroq joylashib olgan bo'lsanglar, unda men videoni boshladim. Birinchi lifehack videomizga o'tadigan bo'lsak, odam sizlarga bosayotgan payti mana shunaqa yostiq bilan uchirib yorib, o'ldirsanglar bo'lar ekan. Juda ham foydali narsa ekan, qani sinab ko'ramiz. Pochinkini ko'chalarda yuribmiz. Xo'sh, olganman qo'limga. Va kakras botam bor ekan. Tak bolalar, men buni bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men haligacha bilmadim. O'yinga bu yostiq sifatida qo'shilgan. Lekin bu juda ham qo'l sumkasiga o'xshaydi. Bu qaysi biri nima deb o'ylaysizlar bolalar? Bu nima uchun qo'shilgan, nomi nima? Xo'sh, bot uy ichiga kirib keldi. Ochish uchun bosib tursak bo'ldi ekan. Yaqinroq boramiz, bit turamiz. Oho, uchirib, ovozi chiroyli chiqar ekan lekin. Xo'sh, yana bitta bosib turamiz. Botni oldiga borib, yana uramiz. Voy, buni tegmay qoldi. Jonimizni yevordi. Xo'sh, yana shunaqa borib chiqamiz, bit turamiz. Botni rosa o'yin qilamiz. Juda ham foydasi katta bolalar. Sizlarga odam bosayotgan payti mana shunaqa chiqib urib olsanglar bo'ladi. Men hozir botni rosa o'yin qilyapman. Tak bu 5-marta urishimiz adashmasam. Tak endi otvoramiz, jonimizni juda ham shilvordi. Bitta otamiz, qo'y o'lmay qoldi. Otib qo'ymasa bo'ldi. Bo'ldi, nohik qilib oldik. Endi bahas David qilamiz. Ko'rdinglar bolalar, bu lifehack juda ham foydali. Sizlar ham odam kelgan payt mana shunaqa chiqsanglar, anchagina foydasi tegadi. No, kelik bola sinab ko'rsanglar. Endi esa biz ikkinchi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi lifehack videomizga o'tadigan bo'lsak, Pochinkida shunaqa uylar bor. Tomiga umuman chiqa olmaysizlar. Hozirgi sezonda chiqadigan narsa yo'q. Xo'sh, mana shunaqa videodagidek ko'rsatilgan ishlarni bajarsanglar, tomiga osongina chiqa olsanglar bo'lar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Mana bolalar, videoda ko'rsatilgan Pochinkidagi uylardamiz. Xo'sh, bolalar, bu sezonda bilasizlar, tepaga uchadigan narsa yo'q. Uylarning tomiga oson chiqa oladigan narsalar yo'q. O'tgan sezonlarda bor edi. Xo'sh, hozir videodagidek qilib ko'ramiz, o'xshaydimi, yo'qmi. Tak, mana shunday yotib olamiz va 2 marta bosish kerak ekan. Yo'q, pastga tushib ketdi. Birinchi urinishimiz o'xshamadi. Tak, endi ikkinchi urinishda qilib ko'ramiz. Tak, odam bor, shag eshitilyapti. Tak. Voy. Tegdi-yu, lekin sherigimiz chopib yubordi. Xo'sh, yana ikkinchi urinishimiz qani o'xshaydimi, yo'qmi? Voy, ozgina qolib tushib ketardim. Tak, yotib olamiz. Xo'sh, endi yana videoda ko'rsatilgan tugmani 2 marta bosishimiz kerak bo'ladi. Va o'xshadi. Ikkinchi urinishimizda o'xshadi. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Chiqib oldik. Endi yana sinab ko'ramiz, qani o'xshaydimi, yo'qmi? No, odam juda ham ko'p ekan Pochinkida. Mana shunaqa payt juda ham asqotadi bolalar. Hozir ikkinchi marta ham sinab ko'ramiz, qani bir marta o'xshadi. Mana shunday qilib tushib olsak, tekis tushamizmi, yo'qmi? Xo'sh. O, bo'ldi, tushib oldik. Xo'sh, ikkinchi marta ham sinab ko'ramiz. O'xshasa juda ham zo'r bo'ladi. Xo'sh, yana shunday turamiz. Sal uzoqroq turib olishimiz kerak bo'lar ekan. 2 marta sakrashni bosib, osongina chiqib olamiz. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Juda ham foydali. Ultimate Royal o'ynayotgan paytingizda yoki rang ko'tarayotgan paytingizda mana shu juda ham foydali
lifehack ekan. Tavsiya beraman, bajarib ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz 3-videomizga o'tamiz. Qani ketdik. 3-bag videomiz mana shunaqa qizil kichkina eventchada bo'ladi. Mototsikl bilan o'zinglarni portlatib, mana shunaqa eventni ichiga kirib olsanglar bo'lar ekan. Ya'ni teksturasini ichiga tushib olsanglar bo'lar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Mana bolalar, kichkina eventchadamiz, qizil kichkina eventchada. Xo'sh bolalar, bu videoga, bu bagga nima kerak bo'ladi? Bitta mototsikl, lekin o'zini ko'taradigan aptechka bo'ldi. O'zinglar ham sinasanglar bo'ladi. Hozir men sheringlar bilan qilib ko'raman. Mototsiklni orqasiga o'tirasizlar, keyin mototsikl o'zi og'namasa, sheriginglar kerak bo'ladi. Mana shunaqa payt sheriginglar o'tib mototsiklni og'darib olish kerak bo'ladi. Tak, men sheriglarim hozir og'darilmayapti, bilmayman, mototsikl og'namayapti. Xo'sh, endi hozir yana bitta sherigim mototsikl bilan qani kelib uradi. Og'nasa, sinab ko'ramiz videodagidek. Xo'sh, mototsikl bilan endi uramiz. Va bo'ldi. Endi o'zimizni granata bilan portlatishimiz kerak bo'ladi. Tak, birinchi granatamiz o'zimizni portlatishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Voy! Granata ta'sir qilmayapti. Xo'sh, ikkinchisini ham otib ko'raylik. Xo'sh, umuman motikni ham portlatib bo'lmaydi. Hozir sheriklarim motik yo'q, ikkinchisi ham portlamadi, umuman ta'sir qilmayapti. Motikni voy chiqarib yubormasa bo'ldi hozir. Tak, 3-hayishga bu ham o'xshamasa vashshe bo'lmaydi keyin. Yo'q, bu ham ta'sir qilmayapti bolalar. Qanday? Mashinadan, mototsikldan tushaman deyapman, lekin tushib bo'lmayapti. Oldiga o'tirsam yotib qolgan, yurib bo'lmayapti. Tak, tushdi bossam tushmayapti mashina. Mashina emas, mototsikldan odam tushmayapti. Xo'sh, nima qilamiz bolalar? 4-chisini ham qilib ko'ramizmi? 4-granata o'xshasa, voy, oldiga o'tirib yordim. Tak, mototsiklga otsa ham o'xshamaydi bolalar. Bizga turtimiz umuman ta'sir qilmaydi mototsiklga. Nima qilamiz? Kokteyl bilan yoqib ko'ramizmi bolalar? Nima deysizlar? Kokteyl bilan bitta otib ko'raylikchi. Kokteylni otamiz. Vo, kokteyl ta'sir qildi. Xo'sh, endi dabitan bo'lib ketmasak bo'ldi. Vo, bo'ldi, mototsikl bilan devorning orasiga tushib oldik. Xo'sh, endi kimdir mototsikl olish kerak yoki mototsikl ustiga chiqib turish kerak. Tak, bo'ldi, mototsikl olishdi, mana. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Voy! O'zinglarni nok qilsanglar bo'ldi ekan bolalar, mototsikl olish kerak ekan. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Bittada o'xshadi. O'zimizni nok qilishga anchagina vaqtimiz ketdi, anchagina urindik, lekin bag bittada o'xshadi bizda. Voy, onasini ham sen bittada o'xshadi bolalar. Sinab ko'ringlar. Agar sizlarda ham o'xshasa, Instagramga yoki TikTokga chiroyli videolar olsanglar bo'ladi. Voy. Teksturani ichiga kirganinglardan keyin tikka turib bo'lmasa ekan, men tikka turishni bosyapman, tikka turib bo'lmaydi deyapti. Adashmasam boyagi videoga personaj tikka turib yurgandi. Men bosyapman, tikka turib bo'lmayapti. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Bizda bu bag o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi bag videolarga o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. 100% foydali va qiziqarli bo'ladi. Shuncha mehnatimiz qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosmasangiz bo'lmaydi-da bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Qancha mehnat sizlar uchun hammasi. Endi esa keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'sh, 4-lifehack videomizga o'tadigan bo'lsak, shunaqa uylar bor. Ko'pchilik kirsalar mana shu joyga kirib o'tirib oladi. Sizlarni bitta urib, vashi mazgilarni qoqib yoradi. Xo'sh, u azob olib kelib, burchagiga mana shunaqa qilib uklon qilib qo'yib, ustiga chiqqancha mana shunaqa joystikni pastga bosib sakrab chiqib, mana shu yerga chiqib olsanglar, bemalol ursanglar bo'lar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Mana bolalar, 4-lifehack. Polni hozir lifehack va bag videolarini kanaldagi bolalar bilan sinab ko'ryapmiz. Vashshe qiziqarli bo'lyapti kamanda bilan sinash. Xo'sh, mashinani mana shunaqa qo'yib olamiz. Endi ko'rdinglar, bizda bittada o'xshadi. Men gapirganimcha o'sha qilib qo'ydim men bolalar. Voy, mana shu yerda odam bo'ladi, bitta otsanglar bo'ldi, все. Voy, bu yerda biz lifehack sinab o'tiribmiz, bu yerda bular otishib o'tiribdi. Tak, mana shunday odam turgan payti otasizlar bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Bizda bu lifehack bittada o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. 100% foydali ekan, foydasi tegadi. Xo'sh, endi esa biz sekingina o'yindan chiqsak ham bo'laveradi. Xo'sh, men bu planni hozir hayishga bilan sekin otib, men bu yerga o'zim turib olaman. Bu voy, bular bilib qoldi-yu.
Ketdi bolalar o'yindan chiqsa ham bo'ladi. Xo'sh bolalar, bu bagda ko'rsatish planda yo'q edi umuman. Xo'sh, klandagi do'stimiz aytib qoldilar. Mana shunaqa bag bor, bilmaysizmi dedilar. Ko'rsatib beryaptilar, ko'rishinglar mumkin. Men bu bagni ko'rib vashyo hayron bo'lib qoldim bolalar. Xo'sh, qanaqa qilishni o'rgataman. Tak. Bu bag ancha oldin chiqqan ekan. Men buni ko'rgandim, uni sinab ko'rmagandim. Xo'sh, mana shunday to'rttasi kamerani mana shunday qizil bo'lib turgan payti, mana shunday qizil bo'lib turgan payti otsanglar, personajga o'q tegar ekan. Vashyo bomba bolalar. Buni ko'pchilik biladi, bilaman. Men lekin yaqinda bildim. O'yinga endi kirganlar do'stlikka mana shunaqa qilib ko'rsanglar, 100% sizlarda cheat o'rnatgan deb o'ylaydi. Mana bola, bugungi videomizda 5 ta lifehack va bug videolarini sinab ko'rdik. Ko'rdinglar, qaysi biri o'xshadi, qaysi biri o'xshamadi, qaysi biri sizlarga foydali bo'ldi, qaysi biri foydali emas. Hammasini bugungi videomizdan bilib oldingiz. Video sizga qiziqarli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Tezroq shu bolani kanali ham 10 mingta podpischik bo'lsa, shu bola xursand bo'lar edi. Videoni boshida aytgandim, shunchaki videomizni ko'rib 100 ham yutib olishingiz mumkin degan edim. Xo'sh, qanaqa qilasizlar bolalar? Videoga like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar va kommentariyada kirib libos so'z yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videoda 260 g'oliblarni aniqlab olamiz. O'tgan videomizda ham xuddi shunaqa 260 qo'yilgan edi. Uni g'oliblarini Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Ha, aytgancha Telegram kanalimizga kirsanglar, konkurs ham bo'lyapti. Konkursga qatnashib qo'ysanglar, shu bugun yoki ertaga konkurs g'oliblari aniqlanadi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lsanglar, juda ham xursand bo'lardim. Telegram kanalimiz ham sizga foydali bo'ladi. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyadan yoki opsiyadan topishingiz mumkin. Tepada ko'rsatilgan yozuvlar bilan ham qidirib topsanglar bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Policy Bagman bo'ldi. Obuna bo'lib qo'ying.